Электрический самосвал, электрический pogruzчик, электрический tigach. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir narx-navosi bilan qisqacha ma'lumotlarni beraman. Akalar 25 tonnali samosval yuk bilan 200 km zapas xod, yuksiz 250-300 km yuradi. 430 kW mощность batareyka, ikkita portdan birdaniga zaryadga qo'yganingizda 1 soat 1,5 soatda zaryadga oladi. Qolgan hamma joyi gazli, dizelli bilan bir xil avtomat korobkada. Texnikamizning bez rastamoshka narxi $104,000. Tigachimizda yuk bilan 300 km, 350-380 km yuksiz yurib beradi. Pustoy. 5000 km dan bu texnikalarimiz Xitoydan yurib kelgan, zaryadga qo'yib yo'lda yurib kelindi. Yuk bilan 300 km, 600 kWli mощности железофосфат litiy batareyga turibdi. Hammasida 1 soat 1,5 soatda ikkita pistoletni birdaniga tiqqaningizda zaryadga oladi. Padushkada texnikamizda, pritsepimiz ham padushkada $38,000 pritsepimiz. Avtomat korobka bu texnikamiz ham, холодильник, 360 gradus kamera, hamma sharoiti bor. To'liq avtomatda. $117,000 bez NDS narxi. NDS bilan $135,000. 14 ta tigach pol pritsep, ikkita samosval. Bu texnikalarimiz zakazga, Jizzaxga, Zominga, mijozimizga kelgan. Frontalniy pogruzchigimiz 3 kubalik bo'ladi. Zaryadniy stansiyalari bilan birga $115,000. 280 kW mощность batareyka, 350 kW yonkust batareyka. Texnikamizda nalitida turibdi. Bu texnikalarimiz zakazga. Kimga video qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham qiziq ma'lumotlarni berib boraman. Yaqinda bu texnikalarni karyerda ispitaniya qilingan videolarni qo'yib beraman akalar. Yuk bilan qancha yuryapti? Faktiski sizlarga hammasini shaffof tarzda yoritib beramiz. Ungacha kanalimizdan uzoqlashmasdan videoga like bosib qo'yinglar.